Assalomu alaykum do'stlar. Mana Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand, Moskva, Toshkent, Samarqand reyslarimiz Sankt-Peterburgdan ham bor, Moskvadan ham bor do'stlar. Reyslar har kuni bo'lyapti. Avtovokzaldamiz do'stlar. Qiziqqan insonlar telefon qila olasizlar. Reyslarimiz har kuni bo'lyapti. Nomerlarni yozib qo'yamiz do'stlar. Mana bitta Yutong avtobusimiz ham kirib keldi. Reyslarimiz har kuni bor. Kim qiziqsa telefon qila olasizlar. Mana aka-ukalar kelib joylashib ketyapti. Kanalga kirib, kim nima savol qiziqtirsa, bemalol javob beramiz, yozaverasizlar do'stlar. Avtobus ichki holatini ham ko'rsatamiz. Mana O'zbekiston nomerda Yutong. Pokiza avtobuslar. Mana. Do'stlar, qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Har kuni bo'lyapti, mana kirib kelib qo'ydi bu. Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand, Moskva, Toshkent, Samarqand. Yutong avtobuslar yangi. Monitorlar bor ishlaydi, kamera bor. Hamma sharoit bor avtobusda. Kim qiziqsa telefon qila olasizlar. Ikkita nomer yozamiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy. O'zbekiston nomeridan ham kim O'zbekistondan Rossiyaga kelmoqchi bo'lsa telefon qila olasizlar do'stlar. Har kuni bo'ladi reyslarimiz, xudo xolasa.